Assalomu alaykum. Web dasturlash onlayn ta'lim platformasiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan davom etayotgan frontend bo'yicha darsimiz 30-si va CSS bo'yicha navbatdagi dars. Bugun sizlar bilan nima o'tamiz? Bugun sizlar bilan linear gradient, background color bilan linear gradient ishlatish, opacity bilan linear gradient ham birga ishlatishni o'rganamiz. Xo'p, o'tgan darsda biz opacity haqida gaplashdik va box shadow haqida ham gaplashdik. Endi bugungi darsda linear gradient ham opacity ga o'xshagan bo'ladi. Ya'ni siz birdaniga bir nechta rangdan foydalanib, rang orqa fonga yoki tekstga ranglar berishingiz mumkin bo'ladi. Ko'proq orqa fonga beriladi ranglar. Shu linear gradientdan foydalanib shu sababdan ranglar chiroyli chiqishi mumkin yoki veb-saytlar chiroyli ko'rinishga kelishi mumkin. Oldindan shuni aytib o'tishim kerak. Bugunlar Visual Studiodan foydalanamiz va hammasini Visual Studioda ham Sublime Textga o'xshagan bir xil. Agar kompyuteringiz Visual Studio yo'q bo'lsa yoki Visual Studio o'rnatmagan bo'lsangiz, Sublime Textni ham bajarishga harakat qilib ko'ring. Lekin bundan buyog'iga foydalanadigan kodlarimiz, biz yasaydigan maketlar o'sha Sublime Textda sizga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Sababi Sublime Textda pluginlar yo'q va bir nechta kodlarni Sublime Text o'qimasligi mumkin. Shu sababdan Sublime Textga o'xshamagan amaliyotlaringiz Visual Studioda o'xshashi mumkin. Unda bo'lsa qanday Sublime Text Visual Studio ishlatiladi? Ishlatilishi deyarli bir xil. Sublime Text bilan bu yerga 2 marta bosasiz. Untitled deb chiqdi. Ctrl+S deydi. Bosasiz shuni va mana dars 30ga men index.html deb yozib qo'yaman. Va saqlanib bo'ldi. Ctrl+S nisbatan sekinroq ishlashi mumkin agar kompyuteringiz yaxshi bo'lmasa, shu sababdan biroz sabr qilib ishlatasiz degan umiddaman. Style.css deyman buni. Ctrl+S qilib qo'yaman va endi bu yerda fayl yaratish uchun shift ni bosaman va 1 ni bosaman. Mana undov chiqdi. Qanday bo'ldi? Mana qaytaraman, shift ni bosaman, 1 ni bosaman. Undov chiqdi. Bu unga o'xshab HTML deb o'tirmaymiz. Chunki HTML o'zini chiqaradi, bu yerda esa hammasi bilan birga chiqarib beradi. Va mana shift ni bosdim, 1 ni bosdim, undovni chiqarib enter ni bosdim. Aynan mana shunday bo'ldi. Ya'ni metalarigacha, meta char set, meta name shulargacha chiqarib berdi. Meta bilan albatta tanishib chiqamiz HTML darslarimizda. Bu yerda language ham qo'shilgan, lang English bo'lyapti. Bu yerda endi title ga biz bugun linear gradient deb yozib qo'ysam bo'laveradi. Va mana bu yerga endi title pastiga men link berib stil ulab qo'yishim kerak. Uning uchun men shift ni bosib mana bunday qilib opening, ya'ni tag ochmayman. Shunchaki hech narsa ochmasdan link deyman. Va mana chiqarib berdi. Bu yerda mana bunday ya'ni ключ turibdi. Aynan mana shunisiga turib bossangiz, o'zi tayyor chiqarib beradi style sheetni va siz bu yerga style.css deb yozib qo'ysangiz bo'ldi. Ctrl+S. Va mana stilni, ya'ni CSS ni ulab oldim. Visual Studioda aynan shu strukturada ishlatasiz. Deyarli bir xil Sublime Text bilan. Vazifasi ham bir xil, faqat qulayroq undan. Endi men bugun linear gradientlarga tushuntirishim uchun ko'proq men har doimgidek divdan foydalanib, box, ya'ni biror bir ma'lum content yaratib olaman. Shu sababdan bu yerda yana opening tag qilmayman. Bunda opening tag ochib yozmaysiz, o'zingiz shunchaki div deyman. Va mana o'zi div ochdi. Va bu yerga class deb beraman endi. Va classga men box deb yozib qo'yaman. Chunki shunaqa nom xohlaganingiz yozishingiz mumkin bu yerga. O'zingiz aniqlab olishingiz bo'lsa bo'ldi, muhim. Shunisi muhim. Demak, bu yerga nuqta qo'ydim va box ochilgan va endi unga men width beraman. Width beraman. Bu yerda ham xuddi shunaqa yozib ketaverasiz, o'zi avtomatik chiqarib beraveradi. 800 piksel bo'lsin ayna, height bo'lsin 300 piksel. Va background bo'lsin mana endi men mayli birinchi blue deb yozib qo'ya qolay. Avval tekshiraman buni. Open in browser. Va mana ko'rib turganingizdek, mana bu narsa yaratildi. Yana mana shu box yaratib oldik. Endi men bu yerga blue o'rniga men linear gradient yordamida foydalanib rang beraman. Linear gradient chiqdi mana.
Mana shu ikkita skobkani ichida bo'lish kerak hamma narsa, ya'ni RGB yordamida. RGBA. Sizlar bilan oldin RGB haqida gaplashgandik. Red, green, blue. Endi A nima deydigan bo'lsangiz, red, green, blue, alfa. Aynan alfani yordamida mana shu yaratilgan mana shularda aralashmasida hosil bo'lgan rangni foizini yoki qanchadir qismini ranglarni aniqlab olishingiz mumkin. Aynan shu yordamda linear gradient beriladi va RGB ishlatiladi. RGB ishlatsangiz ham bo'ladi buni yordamida. Lekin RGB qilsangiz nisbatan yaxshiroq chiqadi berilgan rangingiz. Mana reddan bo'lsin 255, greendan bo'lsin 255, blue kerak emas menga 0 bo'lsin, virgul qo'yaman yana mana. O'zi chiqarib berdi qaysi rang yaratilganini. Mana sariq rang bo'ldi. Menga hozir men blue ga 0 berdim. Agar blue ga ham 255 berib yuborsam, oq rang bo'lib qoldi. Yoki bo'lmasam 200 bersam blue ga. Nisbatan yoki 150. Mana nisbatan sariq bo'ldi. Shu sababdan ranglarda qorishmasi bu, aralashmasi va bu yerda men blue ga 0 berib qo'yaman, chunki sariq rang bo'lsin deb va oxiriga alfaga sariq bo'ldimi? Buni bosdim. 0. Ya'ni bu rang hammasini admin qilib qo'ydi. 0 bosib turib hammasini hozircha to'xtatib qo'ydi. Qotirib qo'ydi. Endi men ikkinchi RGB ni ochaman. Va mana qavsdan chiqib ketganim yo'q, sababi bu yerda umumiy qavsda ikkita RGB bo'lish kerak. Va yana qavs ochaman. Xo'p, reddan 0 bo'lsin deyman bunisi. Greendan 0 bo'lsin deyman. Endi bunga beraman 255 bluedan. Va bu yerda bundan 1 bo'lsin dedim. Aynan buni yaratib olgan sabab men opacity ni ham birga ishlatmoqchiman bun bilan. Shu sababdan linear gradient qilib turib, birdaniga bermasdan opacity ni ham ishlatish maqsadida qildim. Bu bo'ldi hammasi va endi bu yerda umumiy skobka, ya'ni mana bu skobkadan chiqib turib bunday qilib yopib qo'yaman. Aynan mana shunday kodlarimiz yoziladi, oxirida yopiladi. Ctrl+S. Endi natijani ko'raman. Ko'rib oldinglar qanday yozilganini mana. Adashmanglar, chunki ko'p tushunmovchilik bo'ladi bunda. Mana ko'p turganinglardek opacity bilan birga bo'lib turib, birdaniga mana oqarib turib blue, ya'ni ko'k ko'rinishga kelyapti. Agar men mana buni o'chirib qo'ysam, aynan mana yana ikkinchi RGBA da komment olib qo'yaman hozir. Ya'ni o'chirib turibman vaqtinchalik. Ctrl+Shift mana. Tursam, mana bu qaysi rangga keladi? Yo'qolib qoldi. Sababi mana bu yerda virgul deb davom deganman men Ctrl+S. Bu bo'lganing sababi ishlamadi, chunki mana bu yerda 0 berib qo'ydim. Shu yerga 0 bermasdan 0.4 deyman. Mana buni esa kommentdan chiqarib qo'yaman. Buni virgul turaversin. Buni kommentdan chiqarib joyiga qo'yib qo'ydim. Ayni ko'rib turganingizdek, mana bu yerga sariqdan ham aralashtirganim uchun birinchi color kelayotgan color bu yerda sariq ham aralashdi. Shuni 0.4 emas, 1 desangiz ham bo'ladi. Misol 1. Yana ham sariq bo'lishi mumkin mana. Mana sarg'ayib turib, keyin ko'karib ketyapti. Bunda har xil rang ishlatsanglar bo'ladi. Eng qulay taraf shunda, nafaqat sariq, o'zingiz yoqtiradigan har xil ranglarni aralashtirib qilsangiz bo'ladi. Albatta uni paint ga kirib yoki bo'lsam, mana shu yerda o'zida foiz berib ketsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda rangini chiqarib beryapti sizga Visual Studio qulayligi uchun. Yoki bo'lmasam endi RGB ni boshiga, mana shu yerga, ya'ni bu yerda ko'rib turganlardek tepadan pastga qarab tushib kelyapti, to'g'rimi? Lekin bizga undan bu yoqqa qarab qilishimiz mumkin, yoki bo'lmasam pastdan tepaga qarab, yoki bo'lmasam chapdan o'ngga qarab qilishimiz mumkin. Shu sababdan men o'ngdan chapga bermoqchiman. To right. Albatta virgul esdan chiqmash kerak. To right berdim, ya'ni o'ngga deb berdim. Ko'rib turganlarda o'ng tarafdan sariq berib turib, ocharib, bu yerda boshqa rangga o'tib ketyapti. Aynan mana shu yordamda ishlatiladi va bunga opacity ham aralashgan qisman. Opacity nimaligini bilasizlar, albatta o'tgan darsda o'tdik to'liqroq. Va men bu yerda box berdim. Endi shuni boxga emas,
body'ga berib ishlatib yuborsam ham bo'ladi. Ya'ni to'liq veb saytimizni polning qismi, nima yozishimizdan qat'iy nazar orqasida xuddi shuni qarang. Uning uchun boxni o'chirib yuboraman. Width mana bularni kommentga olib qo'yaman. Box o'rniga men body yozib qo'ysam bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, veb saytimizning orqa foni aynan shu rangda bo'ldi. Misol o'zingizlar xohlagan narsalarni yozishingiz mumkin bu yagona. Body idorasida kelyapti. H1 web development school. Bo'p turib, bu yerda H1 ga birorta rang berib qo'yaman. Color bo'lsin, header birda Alika blue. Va mana bu yerda aynan mana shu rangda chiqib keldi. Bundan albatta bu unaqa chiroyli rang emas, backgroundga qo'yadigan. Sizlar uni o'zingizlar xohlagancha mana bu foizlarini o'zgartirib qilsanglar ham bo'ladi. Mana 25 qildim, yashil bo'ldi. Va mana nisbatan chiroyli ko'rinishga kelyapti. Bu yerda mana bu rangni berdim yoki mana nisbatan boshqacharoq rangga kelyapti. Aynan shuning uchun ishlatiladi linear gradient. Linear gradient o'zini alohida mavzu deb olganim sababi ko'pchilik mana bu RGB berishda yoki bo'lmasam rang berishda tushunmovchilik bo'ladi, adashib ketadi. Bu yerda o'chib ketib qopti, kechirasiz. Shu sababdan linear gradientga alohida mavzu qilib olishga harakat qildim. Albatta sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. O'zingizlar linear gradientdan foydalanib, o'tgan darslarimizdan foydalanib, birorta yana maket tuzishga harakat qilib ko'ring. Albatta bu sizlarga katta foyda bo'ladi va veb saytlarni yana ham chiroyli ko'rinish olib keladi degan umiddaman. Bugungi darslarimiz shulardan iborat edi. Albatta vazifalarni vaqtida qilishni unutmang. Sog' bo'ling.